alaykum. Gold Clinker kuzatib boruvchilar. Gold Clinkerning navbatdagi filiali Toshkent Bo'kaga ochilyapti. Akamiz keldi, 0 dan 100% gacha o'rgandi. Ko'rib turibsizlar, eng sifatli qoliplaridan oldi. Tosh bo'yicha bizni kuzatib kelayotgan aka-ukalar Toshkentdan bemalol akamizga murojaat qila olasizlar. Nomerlarini qo'yib qo'yamiz. Mana o'zidan ham qisqacha eshitib o'tasizlar. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Andijonga yaxshi niyatlarda keldim. Hamma sexlarni aylanib ko'rdim, lekin menga ma'qul kelgani mana bu Gold Clinker korxonasi bo'ldi. Seriolari 100% o'rgatishlari, yotar joylari, yeb ichishlar hammasi zo'r. Qolgan joylarda bunaqa sharoitni ham ko'rganim yo'q, muomalasini ham yaxshi ko'rganim yo'q. Mana shu akamizga rahmat. Hamma qoliplarni oliy sifatli seriollarda qilib berdi. Bo'ynimizga yoqdi, chiqarish jarayonlarini, tosh chiqarish jarayonlarini, sotuv jarayonlarini o'rgatdi 100%. Xudoga shukr, bundan keyin ham omadini bersin akalar. Qoliplarni ham katta ob'yem yo'ldi. Necha kvadratligini aytamiz, aytsangiz shov-shuv bo'lib ketadi. O'zini ishxonasiga borganda ko'ra olasizlar. Hozir xuddi shunday mahsulotlardan qanday plikkalar chiqishligini ko'rsatib o'tamiz. Agar bizga 100 ta shogird kelsa, 100 tadan sanoqlilari bunaqa zo'r o'rganadi, aytib o'tamiz. Akamizga bemalol murojaat qilaverasizlar, xudo xolasa. Mana ko'rib turibsizlar bular, mahsulotlar sifatlari yuqori darajada. Sizlarni Gold Clinker korxonasida kutamiz.